Biz ota-onam bilan bir ajoyib uy sotib oldik. Bu uy juda ham shinam edi. U yerda bir ajoyib er-xotinlar yashar edi. Ular juda ham mehribon qo'shni ekan. Ular har kuni bizga o'zlari pishirgan turli xil taomlardan chiqarib turar edi. Ayniqsa ular pishirgan go'sht juda ham mazali edi. Er-xotin har kuni bizni uyiga taklif qilardi. Biz kirib shirin go'shtlardan tatib yurardik. Bunday go'shtlarni hech qayerda ko'rmaganmiz. Uning o'g'li bor edi, meni tengimda. Un bilan ham kuni kechayu o'ynar edik. Kunlarning birida otamning ish qog'ozi tugab, deraza oldiga qog'ozlarini olgani bordi. Derazadan qaragan edi, ne ko'z bilan ko'rsinki, haligi mehribon qo'shnining uyida bir ayol og'zi baylangan holda turar edi. Otam buni ko'rib dahshatga tushdi. Nimalar bo'lyapti axir? Haligi ayol ko'zi bilan otamga ishora qilardi. Otam cho'chib ketdi hamda militsiyaga qo'ng'iroq qildi. Birozdan so'ng militsiya ham yetib keldi. Militsiya xodimlari ularni ushladi hamda uyni tintuv qila boshladi. Ularning uyidan qandaydir bir yerto'la topildi. U yer chuqur edi hamda yerto'laga tushdi. Dahshat! Bu holat juda ham dahshat edi. Yerto'lada muzlatgichlarda inson go'shtlari, qandaydir jirkanch kalla suyaklari qozonda qaynab turardi. Ular odamxo'r edi. Shiftlarda, kafanlarda murdalar osilib yotardi. Bir qafasda esa bir ayol ingrab o'tirar edi. Militsiya ikkala er-xotinni qamadi hamda bir ayolni saqlab qolishdi. Biz shundan keyin hech bir qo'shnimizga ishonmay qo'ydik.